Chunki men ular bilan qanday qilib ishlash mumkinligini bilmasdim. Ya'niki aynan zombiga aylanayotgan bolalar bilan qanday ishlash kerakligini bilmasdim. Lekin ularga yordam berishga harakat qilardim. Ya'niki o'zim bilgan usullar bilan ularning issiqlarini tushirishga harakat qilardim. Biroq ular yerga yotib olib telbalarcha dumalashardi. Menimcha ularning jonlari og'riyotgan edi. Keyin esa bir qancha muddat o'tib 5-6 soniyada ularning hammasi devor burchagiga bora olib g'ujanak bo'lib o'tirib olishdi. Ular boshlarini egib olgan edi. Men esa eshik og'zida turar edim. Shunday qilib men hanuzgacha tashqaridagi xavfsizlik tizimini ishga tushira olmas edim. Chunki buni ishga tushirsam, u barcha zombilarni yo'q qilar edi. Ularning qatorida do'stim Javohirni ham. Shuning uchun men bu narsani ishga tushirmay turgan edim. Bolalar jim o'tirishardi. Boshlarini quyi solib, devor burchagida g'ujanak bo'lib o'tirishardi. Men ham eshik yonida nima qilishni bilmay o'tirardim. Birdan ularning hammasi bir varakay menga qaradi va tishlarini